Voy. Voy. Onasi ham quyonlarni tishlab qo'yadi. Buni o'pa deganlari ham bo'lgan. Barchaga Flander deyilmaydi, u zot hisoblanmaydi, aynigan hisoblanadi. Ana bu tozasi. Odamlar negativ yozishadi, bu pulga aka siz joydami qo'yib beradi-ku, mol beradi-ku deb. Ular tushunmaydigan odamlarning gapi u. Quyonlarni ham arzoni bor. Mana shunaqa quyonlarni ham chatishgani 800 mingga ham, 1 millionga ham, 500 mingga ham bor. Ular toza emas. Toza narsa har doim qimmat bo'lgan. Bular основной qulog'i bilan gavaritiga, vesiga qaraladi. Ikkiga mo'rda, oyoqlarining qalinligiga, mana ko'ryapsizmi, buni lapalarini tozasi mana shunaqa bo'ladi. Buni ham har xil rangda kelganlari bo'ladi. Qora flander bo'ladi, oq flander bo'ladi. Bizda hali hozircha yo'q, голубой flander, gold flanderlargacha bor kerak bo'lsa. Agutti, Chinchilla flander, Железистый flander. Bularning ham ranglari ko'p turlari. Bu mana hamma bilgan Agutti o'sha belgiyskiy flanderlardan. Bu juda ham yirik, mana hozir ham yurtdi, mana qaranglar, mana gigant. Mana mana o'zini vesi ham og'irda, mana bu. Mana. Ko'ringlar qanaqa. Sal asovroq ekan-a bu? Mana, quyoq. gap yo'q. O'zimni ham hansallatib nimagaki ves katta. Urg'ochimi bu tug'adiganmi? Bu Endi ishlaganmi, ishlamaganmi? Ishlagan bir marta ishlagan. Gap yo'q. Nechta tug'gan birinchisi? 7. Zo'r. Xayrat aka, yoqdimi quyon sizga? Quyon вообще bu Flander ham gap yo'q. Men antena hozir 5-6 shunaqa zo'r quyonlar ko'rib qo'ydim. Lekin chertib zo'rlarini yig'ib qo'ygan ekanlar. Kaliforniyskiy zotni chempionlarini ko'rdim mana bitta. Gavana pigmentli bilan oq qoralari bor ekan. Mana hozir bu ulkan quyonimiz taroziga kelyapti. Bu mana xudo xolisa inshaalloh hozir agar taroziga sig'sa, jim turib bersa tortib beramiz. Mashalloh, mana quyonni qaranglar, baquvvatligini mana. Mana 8 kilo 600 chiqyapti akalar mana. Bu ozdirilayotganda, yana qayta aytyapmiz, ozdirilayotganda nimaga ozdiriryapsizlar deyishinglar mumkin. Ozdirmasa ham matkani yog' bosib, bular qochib turib tug'masligi mumkin, ushlamasligi mumkin. Shuni hisobiga рабочий vestda ushlab turiladi bular. Agar bularni boqursangiz, ketaveradi bular, yog' bosib, semirib ketaveradi. Quyonlarning eng ulkan gigani Flander bo'ladi. Undan katta quyon yo'q dunyoda. Eng kattasi mana mana shu. Quyonlarni zo'ra deydilar aka. Har doim aytaman, u quyonni qo'yi bular. Qo'y boqding nima, quyon boqding nima? Men bu ham shunaqa katta ves oladigan quyonlarda. Albatta endi qo'ydagi ves olmasa ham, moqchimanki, uylardan go'sht uzilmaydi agar mana shunaqasidan boqib qo'ysanglar. Bir tog'ora go'sht mana. Lekin bu zot yo'nalishida boqiladigan. Buni puliga necha kilo go'sht beradi. Shuhrat aka, keling, bu yoqdagi quyonlaringizni ham tanishtiring aka. Biz betga quyonlarni bir xalqqa ko'rsatish uchun, o'zimizni ham ko'rib, maza qilish uchun keldik. Mana bitta mana stragachilarni bekitib qo'yibsiz. Stragachilar bor. Gap yo'q lekin. Kaliflar bor. Aslida biz bu quyonlarga qiziqamiz. Kaliforniyskiy porodalarga qiziqamiz. Necha yildan beri quyon boqasiz? 10 yildan oshib 10 yildan. Siz ham eskilardansiz. Ana sizni yuzingiz o'pib qo'ygan Kaliforniya ham maza trend bo'lib ketuvdi. Xudo xolasa yana bittasini tayyorlayotgan ekansiz deb eshitdik. Gap yo'q lekin mana. Mana Flanderlarni okalar mana shunaqa katta joyda boqmasanglar, tegi qalin bo'lib mana bunaqa apilkalarda yurmasa, oyog'i bularni yara bo'lib qolishi mumkin. Chunki bularda ves og'ir. Mana shunaqa valevlik illa qilib, katta inda boqishinglar kerak okalar. Bir xilla bor, kichkina inga tiqib qo'yadi, keyin uni oyog'i yara bo'lib, o'smay, ko'paymaydi. Voy mana. Mashalloh. Bu erkakga aka? Bu ham urg'och. Bu ham urg'och. Mashalloh. Bu ham zot olib qo'yganmiz. Bularni siz bo'lmasa o'zingiz sotib olib ko'paytirgansiz. Siz bo'lmasa nech pullardan olgansiz o'zingiz? Tegi liniyasi kimga borib taqaladi bularni? O'yinga borib taqaladi. Namanganlik savdo bo'yingami? Gap yo'q, ukamizda ham zo'rlari bor. Bir oyda endi 5-6 ta quyon olganmiz. Gap yo'q. Vo'yin ko'p qon almashtiradi, yaxshi zotlar olib keladi. Ko'z tegmasin, yaxshi. Yoshligida kelganmiz. Gap yo'q. $1 oshib kelganda 5-6 ta quyon. Mashalloh, zo'r. O'sha pullari ham chiqib ketdi-yu bular, ha? Gap yo'q. Mana bitta mana bolalari bor ekan, endi so'rayman san bularni hammasi sotilibdi deyapsiz. Yo'q, qolmadi yo'q. Ko'z tegmasin. Yaxshisini bolasi hech qachon mana turmaydi, sirazi ish qilib olib ketib olib qo'yishadi. Mana quyonlarni giganti, quyonlarni zo'rlarini boqayotgan ekanlar. Mana biz tasvirini olishga keldik. Mana. Shuhrat aka, quyonchilikdan daromad olmaydi, murakkab, qiyin degan insonlar uchun o'zingizda bir nima sekretlari bormi bu quyonchilikda? Yetib ketsangiz. Sekretku yo'q, endi harakat qilgan eplaydi. To'g'ri, yo'lda qiyinchiliklar ham bo'ladi. Ustoz bo'lmasa qiynaladi. Hozir endi muammomasi ustozlarimiz ko'p internetda. Mana g'ayrat. Misol uchun Siz nechtadan boshlagansiz mana endi boshlovchilarga? O'z to'g'risini aytsam, oldin Kaliforniya quyonlarini boqqanman. Gigantga keyin Farruh akamga qiziqib, katta gigant quyonlarni keyin Farruh deganda o'zimiz mana shu Bo'stonliqdagi okangiz Farruh akani aytyapsizmi? Ha. Farruh akam, qiyomatli akam. O'shalarga qiziqib uylariga borib, gigant quyonlar rosa ko'p bo'lgan shu. Aslida ular ham shu bo'yindan olgan yaxshi liniyalarni. Gap yo'q. Men buni lapalariga ham maza qilib oldim. Oyog'i oldi, oyog'i ham, orqa oyog'i ham juda qalin ekan. Yengilligida mana Flander yo'nalishida mana ko'rishdi bizni quyon ishqibozlari. Yana qanaqa
quyonlaringiz bor. O, mana Karliklar bor. karliklar bor, ha? Sametslar bor, ha, samets bor. Mana bu erkak ekan, okalar onasi yoshligida qulog'ini tishlab qo'yganga o'xshaydi. Общийda yursa tishlab qo'yadi. O'zini onasi tishlamaydi. Misol uchun ikkita, uchta joyda, bir xil joyda apshakda boqishadi-da. Mumkin emas unaqa boqishlik. Ana. O'z ajoyib tavsiyalarni berib ketyaptilar. Erkak bilan erkak solib qo'yilganda tishlagan shunaqa bo'lgan. Mana bu go'zallarni qarang. Mana siz mashinadan boshlagansiz, mana Gavana pigmentli kaliforniyskiy pavodalarimiz. Hozir mana sizlarga men ichiga kirib ko'rsataman. Bularni bismillahirrohmanirrohim. G'ayrat aka, qaranglar. Kim nima dedi sizni? Luboy Kaliforniyachi kelib mana mashinalar bilan solishaveradi. Bularni hozir Murodjon obunachilarga bitta joyga qo'yib chiroyini ko'rsatib beramiz, xudo xolisa. Mana qoshlariga nechi mana qoshlarini qarang buni. Sifatliligini mana shu go'sht yo'nalishida boqiladigan kaliforniyskiy pavoda. Bu Gavana pigmentligi bo'ladi, oq-qora pigmentligi, qora pigmentligi bo'ladi. Mana bu Gavana pigmentliga hisoblanadi. Mana buni she'riylar Murodjon. Mana illariga, ozada gapchiligiga, joylariga gap bo'lishi mumkin emas. Mana kengroq illarda maza qilib yuribdi. Mana ko'ring bularni mana. Bularni bundoq taxlab qo'yib, mashallah. Mana quyonni zo'rladi. Bular boyaga yetayotgan 3,5-4 oylik ekan-a, xudo xolasa. 3 oylikmi bu? Qoyil qoldim. 3 oyligiga shunaqa bo'lsa bular gap yo'q lekin boqishingizga. Onasi kam tuqqanmi deyman. O'shaning uchun ekan rosa sutga to'ygan ekan-da bular. Mana hurmatli obunachilar, Kaliforniyani zo'rlari mana. Sotasizmi desak, yo'q deyaptilar, o'zimga zotga olib qo'yganman deyaptilar. zot uchun, ha, bular. Bolalarini ko'paytirsam sotaman deyaptilar. Mana bu yerda ham mana ajoyib quyonga ko'zimiz tushyapti. Bu qanaqasi? Bu Flander bilan Strakashdan chiqqan gibrid suragachga olib qo'yganmiz buni. Bu ham tug'adiganga o'xshaydi. Buni ham o'sha Flander bilan birga qo'shamiz, yo'q. Tug'maydi lekin hozir. Tug'maydi. Flander qochiradigan bo'lsak, 2-3 kun oldin buni qochirib qo'yamiz, keyin Flander qochiramizda, bu sut ko'pligi uchun boqib beradi Flander bolalari. O'gay ona bo'lib boqib beradi. Mana ko'pchilik hurmatli obunachilar mana suragat deganda ko'pchilik bilmaydi. Suragat degani masalan olaylik, bitta qimmat quyoningiz bor. U misol bola sochib qo'yib, yo bola tug'ib qaramasligi mumkin yoki ko'p tug'ib qo'yib, hamma bolasini eplolmagan paytda mana bilan yordamchi ona bo'lib xizmat qilib beradi. Bir paytda qochiriladi. Haligi quyon bolasi ko'p tug'sa, yo qaramasa, mana bularga olib, o'gay ona sifatida boqtirsa bo'ladi. Suragat deyiladi. Mana bu ko'lab tashagan-u devorlarni, mana shu quyon qilgan. Quyon qilgan. Ha. Bular endi o'zi kemiruvchan, qazib kirib ketuvchi zot-ku bular endi shunaqa kemiruvchi. Ketishga harakat qiladi-da. Albatta, keyin bo'g'ozlari joy qidirib kovlashga harakat qiladi. Bo'g'oz paytda qitir-qitir qilib, o'shanga shunaqa bo'lgan. Mana yana nima yengilliklarimiz bor, Shuhrat aka? Mana. Yengillik juda ko'p, antistrakachilarni ko'rsatmadinglar. Anti shunaqa strakachilar bor ekan, Nemetskiy Pyostri Velikan deyiladi. Shuhrat akami quyonxonasidan eksklyuziv qadrdonlar. Shularni hurmatli obunachilarga bularni oyoqqa olibman yo quyonni bir o'sha yerda ko'rsatib bersak ham menimcha zo'r bo'lardi. Nimaga desangiz, hammaga qiziq baribir. Qanaqa quyon bor ekan bu maqtashayotgan okasida deb mana bu NPV Nemetskiy Pyostri Velikan. Mana ko'ringlar obunachilar. Mana. Olib keling bu yoqqa aka. Ko'z tegmasin, juda ham sifatli zo'r ekan. Murodjon buni qattan bilib olsangiz zo'rligini deyishingiz mumkin. Aha. Mana ko'pchilik strakach hozir mana trend bo'lib ketdi. Odamlar zotiga, sifatiga qaramasdan olib yotibdi. Sifatini ko'pchiligi tushunmaydi. Bularning sifatini qattan ajratsa bo'ladi. Mana remen kelgan bor-ku, chizig'i. Ko'tigacha ketib, bir tekisda mana uzilish bo'lib qolmagan. Bir tekis ketgan. Mana ma'milari chaplashmaganda dona-dona bo'lib kelgan. Mana shular hammasi sinchiqladi. Mana hammasi. Mana bu masalan zotga yaraydigan samets. Bu necha oylik bo'ldi Shuhrat aka? Bu 3,5 oylik. 3,5 oylik, 4 oyligi juda ham zo'r boqib qo'yibsiz. Mana Adnatonni Madagaskar hisoblanadi. Bu 2,5 oylik bo'ldi, lekin bundan ham zo'r o'zgardi. Gap yo'q. Har doim bilinglar, Pyostriga, mana bunaqa o'zidagi Pyostri qo'shilmaydi. Adnatonni bilan ishlatiladi bular. Adnatonni farqi yo'q. Mana bunga qo'shsa bo'ladi, qoraga qo'shsa bo'ladi, Goluboy Adnatonni bor, Gavana Adnatonni bor. Bularning ham xili ko'p. Lekin hammasi strakachga kiradi. Bular Germaniyadagi oid bularning zoti. Germaniyada xullas bularni Nemetskiy babichka ham deyiladi. Nemetskiy Pyostri Velikan ham deyishadi. Strakach ham deyishadi. 3 ta nomi bor bu quyonlarning. Bular ham o'zi tegi go'sht yo'nalishi o'zi bunday olib qarasa, vesovoy pavoda bo'ladi. Hozirgi paytda bizda juda ham ommalashib, cho'qqiga chiqib, trendga chiqib ketdi bu quyonlar hozir. Shuhrat aka, bu sohaga kirib kelganingizga quyonchilikka necha yil bo'ldi? 10 yil bo'ldi, xudo xolisa. 10 yil bo'ldi. Mana endi quyon ishqibozlariga qaysi yo'nalishda ko'proq quyon boqishni tavsiya qilasiz? Endi hammani o'zini qiziqishi bor, o'sha qiziqqan quyonini eplab ketgan, misol uchun bir xilda birovlarga variant qilib berasiz, ular boqa olmaydi-da. O'zini yo'nalishi bo'ladi baribir ularni. Karlik berasiz, karlik eplay olmaydi. Ili Gavanni anaqa berasiz. Xullas eplolmaydigani nimani bersiz ham eplolmaydi demoqchisiz. Ha, men sizni tushundim. Qarang, aytmoqchi bo'lasizki, avvalambor o'zida qiziqish bo'lsin. Qanaqasini boqsa ham mehr berib, parvarishlab qarasa, hammasi o'zini ishqibozi bor, hammasi o'zidan pribul tashlab ketaveradi demoqchisiz. Tushundim.
quyon ishqibozlari uchun. Mana enimiz qarang, enimiz eniga 120 mana yotish holatini olib oling. Mana ko'pchilik flandir qanaqa sharoitda boqishni bilmaydi. Kamida mana shunaqa bo'lishi kerak Mana edi. olsangiz mana ko'rinadi. Keng bo'lib mana shunaqa yotish kerak-da, ha? Shunaqa. Tegini necha kunda tozalaysiz? Bu to'g'risini aytsam, apilka qilmasdim oldin o'zi. Somon qilib turib ustiga apilka qilardim. Shunda bir 10-15 kunda kelib qolardi o'zi. Chiqishni boshlaydi, keyin alishtiradi. Lekin endi mana birinchi marta prosta apilkani o'ziga proba qilib ko'raman. Qani qaysi birini effekti yaxshi bo'ladi. Necha kunga yetadi mana shu apilka bilan qilgan? Endi shu apilka bilan men aslida somonni aralashtirib qilardim. 10-15 kunda Yetadi. Yetadi. Endi bu yo'nalishda sinab ko'rmoqchilar. Necha kunda kir bo'lib, necha kunda almashtirishga ina qachon yaroqsiz bo'lib qolishini kunini bilib olmoqchisiz. Bir haftadami, 10 kundami, Lekin mana quyonxonada hid yo'q, quyonlarning hidi mana shuncha quyon boqilsa ham. Hidi yo'q, hidi yo'q. Qoyil qolganim oddiy mana o'zimizning yashaydigan uyimizga kirsak, qanaqa $200, $250 deb sal vohma qilib olishmayaptimi? Shunga nima deysiz o'zingiz? Mana necha yildan beri shuni ichidamiz. O'zi bu tegi kelib chiqishi go'sht yo'nalishiga quyon, to'g'rimi? Patolog $100, $150, endi u ham ana bo'ykaga o'xshagan mana shu dodasi bo'lsa. Bular ham mana yomon emas. Hozirgi paytda mana shu quyonlarni 500 mingdan sotdingiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shunaqalarni 500 ming. Ana okalar. 700 minggacha sotdim, eng qimmatini. Insof sari baraka degan narsa bor. Mana bu inson o'zi ko'paytirib boqadi. Shu quyonlaringizni ko'rib turgan quyonlaringizni yozda kelib olsangiz, mamalar ancha qochib ketgan bo'ladi. Kaliforniya mana shu kuz qish sovuq tushgan sari bular ochilaveradi. Rangi qorayib, qoshlari bo'rtib chiqib, keyin bularning bolalari ayrimlari qora shaxtyor bo'lib ham tug'iladi, kul rang sifat bo'lib. Shaxtyor degani u hamma quyonchilar biladi, hamma o'sha shaxtyor bolasiga o'xshadi. Nimagaki shaxtyorlarning pigmenti ham zo'r chiqadi, bilasizlar, mana hamma qorog'ini tanlab olishadi. Shunaqa. Ularga privka qilib turasizmi dorilarini? Albatta. Mana dori-darmonlar, mana. Ishqiboz odamning aptechkasi bo'lish kerak, har doim bilib qo'yinglar. Mana agar videomiz uzun bo'lib ketmaydi desanglar, mana chemi spray nima uchun sepiladi bu? Flandir katta vesli quyonlarni oyog'ini tegib dermatit bo'lganda mana shu narsa sepiladi. Mana bu yerda har xil mana vitamin, dori-darmonlar, mana hozir juda ko'p ekan. Bitta eslatma qilib ketaman, chunki ko'pchilik flandir boqadi o'zi. Padirmatitga nomer 1 buni reklama uchun emas, men o'zim ishlatib foyda ko'rganim uchun aytaman. Padirmatitni eng seryozni o'sha oxirgi stepenlarigacha tuzatgan mana shu stop zut bo'ladi. U nima kasallik aytayotgan? Oyog'in tagida yara bo'lib qoladi. Oyog'in tagi ana besini og'irligini hisobiga yara nima? Yara bo'lib, qadog'i sifat bo'lib ishadi. Oyog'i yeming yig'ida, uni ham aytib ketaylik. Nima hisobidan bo'ladi? Quyonchilarning o'zini aybidan bo'ladi. Nimagaki bu vesovoy katta quyonlar mana hozir ko'rdinglar, qalin qipqirda turibdi apilkada. Agar buni ustiga yana qo'shimcha poxolni somon solib qo'yilsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Nimagaki oyog'ini tagi yumshoq yuradi. Bularning vesi og'ir bo'lgani hisobiga bir xil mana setkada boqadi. Umuman boq bo'lmaydi. Setka keyin qattiq joy bularning oyog'ini tagini yara qilib qo'yadi. Ana o'shaqa paytlarda mana shu hozir aytgan dorilarni ishlatib tuzatsa bo'ladi. O'pib qo'yadigan quyoningizni ham bitta ko'rsatasizmi? O'sha mana mamlida endi hozir ko'pchilikning oldida mashimida? Ko'pchilikning oldida hozir bu uyalyapti. Ha, mashida, o'pib qo'yadigan. Shu. Hozir sheriklarning oldida o'pmaydi endi bu. Xudo xolasa nasib qilsa uni ham videolarini ko'ramiz bir yana. Yaxshilab o'rgatib olsangiz. Xudo xolasa. Ko'z tegmasa mana shu quyon stulkaga turib bitta o'pib qo'ygunsalar yuzlaridan o'pib qo'yayotgan quyon mana shu. Turchi. Stulkaga o'rgatilyapti okalar. Hali bu o'rgangandan keyin shundoq qo'llarini olib olmaslardan o'zi shundoq turib beradigan